Muhammadjon, qalay endi bu sayohat haqida fikrlaringiz? Gap yo'q akajon, gap bo'lsin. Yoqdimi bu Moviy tog'lar lokatsiyasi bo'yicha keldik biz, to'g'rimi mana? Yomg'irni qarang. Yomg'irda. Shunaqa miyalar dam olyapti. Va mana gulni qarang. Bularni olib ketasizmi endi? Inshaalloh bularni boramiz, xudo xolasa, agar bu yil ekib ko'ramiz. Aha. Xudo xolasa olsa, keyingi yil Bag'dodga jo'natamiz. Berasiz akajon uyga. Bizni kuzatib borayotganlarga nima deysiz? Kuzatuvchilarga, tabiatga qiziquvchilarga? Aytamizki, ko'p ishlanglar. Aha. Dam olmanglar, faqat ishlanglar. Umr ham o'tib ketar, bir gap bo'lar. Demaymiz, o'zingiz uchun vaqt ajrating. Aha. Ishni hech kim tugata olmagan. To'g'ri. Shunaqa ajoyib joylarda dam bersangiz, ishingiz ham keyin qaytganingizdan keyin unumli bo'ladi. To'g'ri. Safar haqida. Safar Nima deyilgan mana islomda, safar haqida, dinda kimlardir qiziqadi va dinda nimadir deyilganmi? albatta safar qilinglar degan bu haqda ko'plab hadislar bor, bilasiz. Xo'p, bir yurtdan boshqa yurtga borsangiz, albatta uni madaniyatini o'rganasiz, muhitini o'rganasiz va tilini o'rganasiz va havo almashsa, albatta bu ham albatta sog'liqqa foydasi bor. Shular qisqacha shu.